Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'sin inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim deb mana Germaniyani ham tark etyapmiz azizlar. Avstriyaga kirish jarayoni. Hozir Germaniya hozir mana shu joyda. Yana 600 metrdan keyin Xudo xolasa inshaalloh Avstriyaga kiramiz. Через Avstriya Slovakiyaga o'tib ketamiz azizlar. Hozircha Avstriya mamlakatida bir 300 kilometrlar yurib qo'yamiz inshaalloh. Venani aylanib, Vena shahrini aylanib o'tib ketamiz. Hozir chegara azizlar. Mana shu suv Avstriya bilan Germaniyani ajratib turadi. Suvning narigi tomoni Xudo xolasa Avstriya. Ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Chegaralar qanday? Ikkita mamlakatdik. Bo'ldi, o'tdik, Xudo xolasa. Avstriyaga qadam qo'ydik. Bismillah. Vinni, Linsk shaharlari. Xullas, Avstriyaga qadam qo'ydik. Germaniyadan. Продолжайте ехать по дороге 60 километров. Yevrosoyuz mana shunaqa azizlar. Yevrosoyuzda hech qanaqangi post, tamoshniy degan narsa yo'q. Faqat Shveysariya bilan Skandinaviyadagi o'sha Norvegiya mamlakatlarida bor. Tamoshni unda ham juda ham tez o'tib ketasiz. Juda tez. 10 minut, 15 minutda o'sha tamoshdan chiqib ketasiz. Biz Avstriya mamlakatiga qadam qo'ydik Germaniyadan azizlar. Barchaga Allohning nurlari va barakalari yog'sin xonadonlariga. Avstriya mana shunaqangi qor bo'lib turibdi. Sovuq. -1 gradus. Yurish kerak.